Universal qidiruv funksiyasi. Alex.uz tizimining markaziy qismida universal qidiruv funksiyasi joylashgan. Universal qidiruv funksiyasi hujjatlarni topib berish vazifasini bajaradi. Universal qidiruvdagi bo'sh maydonlarga tegishli ma'lumotlarni kiritish yordamida hujjatlarni izlab topish mumkin. Bunda bo'sh maydonlardan biri yoki bir nechtasi to'ldirilishi lozim. Xususan, hujjat raqami maydoniga hujjatning raqami, hujjat nomi maydoniga hujjat nomida mavjud bo'lgan so'z yoki so'zlar, sanani kiriting maydoniga aniq sana yoki oraliq belgisini bosish orqali tegishli davrdagi oraliq sana kiritiladi. Hujjat turi maydonida hujjatning tegishli turi tanlanadi. Bo'sh maydonlardan biri yoki bir nechtasi to'ldirilgach, izlash tugmasi bosiladi. Ovozli qidiruv yordamida hujjatlarning nomi orqali tez va osonlik bilan izlash imkoniyati mavjud. Mikrofon tugmasini bosib, hujjat nomida mavjud so'zlar aytilganda kerakli hujjatlar ro'yxati kelib chiqadi. Prezident iqtidorli farzandlari